Bolani temperaturasi 38 bo'lsa, bu xavf emas. Eng katta xavf bu onaning vahimasi. Ko'pchilikni qiladigan xatosi bolaga tana harorati tushiruvchi preparatlarni palapartish foydalanish, bolani qalin kiyimlar bilan o'rab tashlash yoki tanasini sovuq suv bilan artish. Eng qo'pol xatosi ota-onalarning qiladigan tezlik bilan antibiotik boshlash hisoblanadi. O'zi temperatura novi. Temperatura bu organizmga tushgan infeksiyaga nisbatan organizmni kurashish qobiliyati hisoblanadi. Bu holatda biz nima qilishimiz kerak? Agar bolamizda temperatura ko'tarilib turgan bo'lsa, holatni to'g'ri baholashimiz kerak. Ya'ni, masalan, bola nafas olishi qanday, suyuqlik ichib turibmi? Bolada masalan ishtahasizlik yo'qmi? Qachon biza shifokorga murojaat etishimiz kerak? Bolani talvasa xurujlari bo'ladigan bo'lsa, temperaturasi 38 dan baland dori barishga qaramasdan tushmaydigan bo'lsa, nafas olishi tezlashgan bo'lsa yoki bola umuman suv ichmaydi, holsiz holatda bo'lsa, bu holatda bolani shifokor ko'rigiga olib borish kerak. Siz bolangizda bunday holatda necha xatolanayotgansiz? Kommentariyada yozib qoldiring.